Daromadni zo'rini qildim. Omadim keldi-da, ikkita jo'jani $700 sotdim. 7 xazinani biri deb bekorga aytishmagan ekanda. Oho, 07 misan 07. Ilya krasata. Xuddi kechagindek $700 dan 3-4 ta jo'jalarimni sotsam, men ham bitta mashinaqa zo'r 07 olib olaman. Buning uchun Murodjonga o'xshagan bolalardan 3-4 ta kerak-da. Bir kiraychi, ajabmas yana. Biror jib olib qolsa. Murodjon, Murodjon. Ke do'stim, ke Alisher. Kayfiyatlar yo'q. O'sha sen bilan olib kelgan $1000 xo'razim bor-ku. Aha, xo'sh. Shuni dadam qozonga bosib yuboribdilar do'st. Zotga olgan edim u xo'razni. Endi bunaqasini qaydan topaman do'stim? Oh, bunga yomon bo'ldi-yu, menga yaxshi bo'ldi. Ish qilib, o'rniga bitta olaman des. Siqilma, bunaqa xo'razlardan yana bor. Xohlasang, yana sotishim mumkin. Bu safar Samarqandga 2000 ga bermaganim bor. Xohlasang berishim mumkin. Hozir uncha pulim yo'q-da. Sen o'ylab, ha? Puling bo'lmasa, mana tashga bor. Buni berib yuborsam, dadamga nima deyman? Bu safar xo'rozga qo'shib dadam o'zimni ham qozonga bosib yubormasin. O'ylama do'stim. Men bergan zotdan bir partiya jo'ja sotsang, mana bundaqa moshtadan 4 tasini olib olasan. Rostdanmi do'stim? Zotlaring garantiyalimi? Javob. Menga ishonmaysanmi do'stim? Endi nima bo'lsa bo'ldi. Kelishdik. Bor baraka do'stim. Dada, men ishga ketdim. Ha, aytgancha, xalroq bir do'stim xo'roz olib kelib tashab ketadi. Uni ham tag'in sho'rva qilib ichib olmang. Toychog'im, zo'r mashinasan u. Qo'y qiladigan bo'lding. Seni bitta 07 ga almashtiryapman. Hozir borsam, Murodjon baribir uyda yo'q. Seni dadasiga beraman, mashinani minib kelaman. Alisher, hormasinlar. Salomat bo'ling. Yaxshimisan? Rahmat. Qayerga olding? Bu tovuqni qayerga olib ketyapsan? Tovuq emas bu, xo'roz. Yo'q, qanaqa xo'roz bu? Bu $2000 zotdor xo'roz. Shunaqa xo'rozmi bu? Bu yapon jo'jak-ku bu. Zo'r xo'roz bu. Buni naq bitta 07 ga almashtirdim. Yo'q, qanaqa qilib? Kechga ko'rasiz, yangilik bor. Mashinani yuvamiz. Bitta yapon jo'jani 07 ga almashtiramiz. Ahmoq. Meni mashinam turibdi ekan-ku. Murodjon. Murodjon. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Ha, tinchlikmidi? Ha, tinchlik. O'g'lingiz xo'roz zakaz qiluvdi. Shuni olib qo'yasiz. Murodjonga aytib qo'yasiz. Yana xo'roz zakaz qildimi? Bu qanaqa xo'roz? Bu dakan xo'roz, zotdor xo'roz. Aytgancha, mashinani kalitini bering, qolganini Murodjon bilan gaplashib olaverasiz. Murodjonni o'zi aytdimi? Ha, o'zi bilan gaplashib olaverasiz, o'zlari biladi. Ha, unda mayli. Mana sog' bo'ling amaki, mayli ko'rishguncha. Mashinani kalitini olib ketdi. Ish qilib tishlamikin? Shu ham dakan xo'rozmikin-a? Oddiy tovuqqa o'xshaydi. Joningdan toychoq. Ana endi o'zimniki bo'lding. Ya bismillah. Oh. Joningdan. Ana endi xo'rozni zotini zo'ridan olib keldim. Maqsadimga ana endi erishaman. Murodjon, keldingmi? Keldim. Ana bu o'rtog'ing xo'rozni berib, kalitni olib mashinani minib ketdi-ya. Tinchlikmi axir? Qadada kecha siz $1000 xo'razni yeb qo'ydingiz. Uni o'rniga kechiktirmay zot olaman deb shu xo'rozni Jiguliga almashtirdim. Nima? Jiguliga deysanmi? Siqilmang dada. Hali bundan zot olib, sizga Jiguliga emas, Jendro beraman. Nima deyapsan? Jiguliga? Men uni qanchaga olganman? $2000 Jigulimi? Xo'roz, Jiguli. Nima deyapsan? To'xta deyapman. Qaytar Jigulini. Jiguli. Xo'roz. $2000 Jigulini almashtiribdim xo'rozga. Qo'shnim qizi Xonadonimni kuydirdi-ku bu bola. Endi parrandasini bitta qo'ymay, hammasini so'yib, shashliq qilib yeyman. o'g'il bola, qiz bola. Biznes qilaman deb biznes bo'lib qoldi. Endi xo'rozsigur uyga o'zim ham kiraolmayman. Bu videoni xo'rozbozlarga jo'natib qo'yamiz. Qoch Murodjon, qoch. Paranda 7 xazinaning biri. Mana 07 li ham bo'ldim. Agar sizga ham xo'roz kerak bo'lsa, menga yozinglar.
qo'shni oylar o'tib yil o'tdi ey qo'shni qiz oylik to'ldi do'stlik qo'ngan yurakka muhabbat mehmon bo'ldi do'stlik qo'ngan yurakka ey muhabbat mehmon bo'ldi birga uni busganim qo'shnim qizi gullola birga uni busganim qo'shnim qizi gullola quvlashmacha o'ynardik o'g'il bola qiz bola quvlashmacha o'ynardik ey o'g'il bola qiz bola Layli Majnun